Gulxumorman. Sizni ham teatr aktyori, ham kinoning eng nima deydi, qiroli sifatida bilamiz. Haqiqatan o'ynagan o'sha rollaringiz, obrazlaringiz bilan xalqimiz sizni juda ham sevadi. Ayniqsa Shaytanatdan sizni ko'rganda bular Shaytanat jonlangandek bo'ladi yonimizda. Siz uchun aynan teatr muhimmi, kinomi degan savolni bersam xato bo'ladi. Siz qaysi biri siz uchun qalbingizga yaqin? Haligi bitta onani ikkita farzandi, bitta otani ikkita farzandi bor. Ularga ikkaloviga ham bir xilda mehrda qaraydi yaxshi. Men o'zimni yaxshi ota deb bilaman. Teatrga ham, kinoga ham munosabatim bir xil. Lekin endi teatr baribir jonli muloqot. Kinoda esa ko'p narsalarni to'g'rilash mumkin. Shuning uchun men ko'proq o'sha teatr aktyori bo'lganim uchun o'sha teatrda ko'proq ishlashni yaxshi ko'raman. Lekin kinoda 100 dan ortiq rollarni ijro etganman, bu ham yetarli deb o'ylayman. Shuning uchun men bularni ajratmayman. Chunki ular o'sha nima deydi, farzandlarimizdek. Ya'ni ikkalovi ham rivojlanishi uchun har doim harakat qilaman men. Ikkala soha ham rivojlanishi uchun. Chunki bu ikkala soha bir-biriga bog'liq soha. Bir-biriga bog'liq sohalar. Shuning uchun rivoji ikkaloviniki o'sha bir xil mehrligida. Va haqiqiy aktyorni biz teatrlardan topa olamiz. Chunki jonli va o'z so'zlarini bemalol o'sha tomoshabinlarga yetkazib beradi. O'zbek Milliy akademik drama teatri bu dramaturgiyaning laboratoriyasi. O'zbek tilining laboratoriyasi. Yozuvchilar ham, dramaturglar ham kelib bu teatrdan ko'p narsani o'rganib ketishadi. Eng muhimi mana shunda. Teatrimizni kuchi ham mana shunda deb o'ylayman. Rahmat, sog' bo'ling. Siz ko'rganimizdan xursandmiz. Mana shunaqangi aktyorlarimiz har doim baxtimizga sog' bo'lsin deymiz. Bizni kuzatishda davom eting.